Bu videoda biz 600 ta qog'oz stakanchalardan sizlar bilan birgalikda ulkan bino yasaymiz. 600 ta tasavvur qilinglar. O'xshaydimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Video davomida sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, 600 ta qog'oz stakanchalardan mana ko'ringlar, 600 ta. Birgalikda yasab ko'ramiz. Hozir ochib olamiz bularni. Xo'p, jigarlarim, ko'rib olganlaringdek ochib bo'ldik. Hamma narsani tayyor. Hoziroq yozinglar. Kommentariyaga nima deb o'ylaysizlar? O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Bekorga o'rib qo'yganimiz qoladimi, yo'qmi? Qani, yozinglarchi, bitta ko'rib olaman. Xo'p, biz bu masalani boshladik. Xo'p, bunaqasiga qo'yamiz. Tasavvur qilinglar. Haqiqatan o'xshasa bor-ku, juda ham baland qursak, ham bilmadim. Lekin bu yo'nalish sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Pajashlik qilinglar. Xo'p, birinchi qatori tayyor bo'ldi o'zi. Hozir mana shuncha qaramiz bor-ku. To'xtanglar. Hop, bunday. Hop, bu bor. Ha, YouTube hozir ovqatlangani, tayyorgarlik ko'rganlar bo'lsa, yoqimli ishtaqa. Agar hech narsasi yo'q bo'lsalar, qalban birgamiz. Mana hech narsam yo'q ekan. Hop. Ular bor. Qana quraman men hozir buni o'zi to'la bo'ldi. To'xtanglar. Hop. Bunisiga yetsa qana ketadi. Boshlandi aka. Bo'pti. Ay, oyog'im. O'rtoqlar, shuncha mehnatga yarasha bitta like bosib qo'yinglar. Hozirdanoq o'zi meni podpischiklarim bor. Yangi video chiqishi bilan charchaganman. Yangi video chiqishi bilan srazu like, agar obuna bo'lishmagan bo'lsa, boshqa akkauntdan bo'lsa bosib qo'yishadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hoppa. Hop. Tushgitma. Sabr. Hop. Ay. Tushgitmaydi. Va o'rtoqlar hozir To'xtanglar. Hozir quramizda biz. Hozir quramiz. Qiyshirib qoldim. Yo'q. To'xtanglar. Manko bu. Voy, oyog'im og'rib ketdi. Xo'p, yaqindan ko'rsating. O'rtoqlar, qaranglar. O'zi nima bo'ldi bu? To'xtaymiz. O'zi hamma to'xtab turibdi, yana qana to'xtaymiz. Menimcha jinniroqman-da. O'rtoqlar, nima bo'lyapti? Bo'lyapti deganingchi. To'xtanglar. Bo'ldi. Chotki. Hop. O'rtoqlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? O'tirib olinglar, charchab ketdim bor-ku. Menga farqi yo'q, ustozlar kirib bo'ladimi? Muhimi kontent. Hop. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar bor-ku? Bu hozirdan shunaqa qiynalyapti. Hozir tasavvur qilyapsiz, menga chiqib bo'lganimizdan-ku bitta to'kilib ketsa bo'lib, pishdi, tugadi. Yana boshqatdan boshlaymiz. Xo'p, qanaqa qilsak bo'ladi? Maslahat beringlar, keyingi videoda qiynalmaslik uchun qana to'g'rilasa bo'ladimi? Uni qana qursa bo'ladi? Hop, bitta boshlaylikcha. Jigarlarim, agar qaranglar-da, to'g'risi, mana shunaqa yo'nalishlarim qiziq bo'lib turgan bo'lsa sizlarga rostdan, mana shu videoga 5000 ta like, 5000 ta podpiska kelsa, hoziroq men keyingi videoni o'sha 600 taga shuna bo'lsa 2 ga ko'paytiraylik, 1200 tasi bilan shuna bundan baland quramiz. Hozir bu aniq baland quramiz hozir. Biroz общийsidan 1200 ta quramiz. Jigarlarim, davay. Sizlarga yoqib turganini bilishim uchun 5000 ta like, 5000 ta obuna kelsin shu videodan. Stop qilib turing. Stop qildim, kutib turaman, davay. Bosdingizmi jigar? Ad dushi. Biz quramiz.
Ko'p gapiraman, e'tibor bermaysizlar jigarlarim. Sizlar kayfiyatlaring ko'taray deyman endi. Hop. Ay. To'xtaymiz. Xo'p, jigarlarim, ko'rishlar mumkin, qaranglar. Почти men yarim minutcha qurib qo'ydim. Ammo ishoninglar, bitta xato. Mana shuncha mehnatni shunaqa uvol qo'radi. Tasavvur qiling, kimdir keltirib hazillashsa ham borku chiqib ketadi-da, borku. Bitta quryapmiz. Jigarlarim, men bitta narsadan jicha yuragimga botdim, to'g'risini aytaman. Qaranglar-da. Men ikkita uchta bloger, youtuberlarga chiqdim. Biriga kollaboratsiya video olgani, o'zimni ideyalarimni aytdim, birgalikda kontent beraylik deb taklif bildirdim. Menga nima deyishdi? Hali как bizga ne интересенsan deyishdi. Как qiziqtirmaysan bizni deyishdi-da. Misol uchun men 14 mingta hozir почти auditoriya bo'lsa, men juda ham xursandman. 14 mingta odam meni поддержка qilyapti. Shunisiga ham shukr. Просто menga shu hali ne интересенsan, o'zbekcha gapiray. Hozir sen qiziqtirmaysan bizni deyapti-da, tushunyapsizlarmi? Mayli. Lekin men to'xtamayman. Nima qilib bo'lsa ham kontentlarni sizlar uchun juda ham zo'rlanib chiqaraman. Xudo xolasa bir kun ishonaman. O'zbekistonda obunachisi ko'p eng zo'r youtuber blogerlardan bo'laman. Hayajonlanyapman, e'tibor bermaysizlar. Eng zo'r nomer 1 bo'lamiz. Birgalikda bo'lamiz. Bu sizlarga hozir hech narsa bermaydi. Misol bosib ishlang. Chekkada bir yotadi. Obuna bo'lib qo'ysalaringda, misol, lekin men uchun juda katta поддержка. Hoziroq bitta televizordan ko'radiganlar meni ko'p. Televizorda hozir bitta pultdan pauzani bosing. Shuni pastida bir подписаться degan knopka bor. Подписаться, obuna bo'lish. Shuni bosib qo'yinglar, bo'ldi. Lekin men uchun bu juda katta motivatsiya. Seriyozno aytyapman. Bosinglar. Birlashsa bittada 100 mingta obunachi qilamiz. Bittada. Hech gap bas bizga. Faqat поддержка qilinglar, bo'ldi. Ko'p gapirib o'raman-u, e'tibor bermaysizlar. Ko'rdilar-da, bitta xato nimalar qildi. Hozir sizlar uchun 5-6 minut o'tib ketishi mumkin video, 10 minut. Lekin hozir bitta hazil ekan mehnat bas hozir. Soat necha bo'ldi? Kech bo'lgani yo'q, soatda ko'rib qo'yaylik. 11 bo'libdi. Kamida 1gacha-da. To'xta. Aka pol qimirlayapti. Yep. To'xta. Jigarlarim, 1 minutda qaytaman. Nima bo'ldi? O'rtoqlar, qaranglar, to'kilib ketdi. Hech narsa qilganim yo'q. Kadrda ko'rsalang bo'ladi. To'koring, buzaymi? Shu buzib yuboring. Shuncha qaranglar. Shuncha mehnat qildim. Qaranglar-da, boshqacha qurrash, boshqatdan mayli quraveramiz. Kontent bu, zavoz bu. Hozir shuni buzib yuboraman. Realni buzib yuboraman. Faqat va'da beringlar hozir. Bitta like, bitta obuna bosasizlar. Bosinglar. Ishondim lekin. Bosdilar-a? Bo'ldi, ishondim. Qaranglar. Shuncha mehnat ko'zlaringni oldida yer bilan bitta bo'ladi hozir. Qo'lim bormayapti, o'zim qildim-da, chunki Azza Pro bittada nomer 1 bo'ladi. Jigarlarim, ko'rdilar. 1 soatlik mehnat bittada to'kilib ketdi. Boshqatdan quramiz. Endi sal boshqacharoq quramiz. Bunaqasi qursa ikkitadan quramiz. Ikkitadan quraylikmi? Normaliy bo'lsa kerak, ikkita. Boshqacha qurib ko'ramiz, qarang. Ko'rasizlar. Xo'p, bunday qursak bo'larmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Qaranglar. Xo'p. Bunday ketyapti. Xo'p. Bunday bo'lyapti-da, keyin baribir uchburchak bo'ladi-da. Qanaqa quraylik? Nima deb o'ylaysizlar? Yozinglar kommentariyaga. Nima qilsak bo'ladi? Xo'p, men bitta o'ylab olay, jigarlarim, hozir qaytaman. Jigarlarim,
aytadi-ku, tayin baquvvat bo'lsa, любой ish yaxshi bo'ladi deydi-yu. Biz ham tayinni baquvvat qilyapmiz. Kattaroq dumalar qilyapmiz endi. Bilaman, endi so'ktalang boshda. Yengil o'ylab qo'yibman, men osonroq quramiz deb o'ylabman, to'g'richalik. O'rtoqlar, bilmadim, qiyin ekan. Hozir sizlar uchun kadr tez bo'lib ketib qurib tashlaymiz. Quralsak agar videoni ko'rsalaring bilib olasizlar. Lekin biz uchun normal vaqt oladi. Hozir men o'zim yordamchi akamni chaqirdim, bo'lmasa iloji yo'q. Hozir birgalikda qurib tashlaymiz. Bitta like bosib qo'yinglar. Ketdi. Jigarlarim ko'rishsa ham bo'ladi, почти bo'yin baravar terdik. Lekin oson bo'lmayapti. Ben dam olib o'tirib. Jigarlarim, Ishonmaylar. ammo realni qiyin bo'lyapti. Videoni ko'rishda davom etinglar. Qanchalik baland qurishimizni ko'rib olasizlar. Yoqib turgan bo'lsa, bitta like bosingizdan chiqmasin. Obuna ham bosib qo'yinglar. Jigarlarim, hali bundan ham zo'r videolar chiqadi. Sizlarga yaxshi ko'raman. O'chirib qo'y. Jigarlarim, nima bo'lganini ko'ringlar. Hozir nimalar bo'lib ketardi? Qaranglar, o'rtasida qaranglar, qaranglar. Hop, sekin. O'rtasida deb ko'ryapsizlarmi? Shu tushib ketdi. Hozir mana shu o'zi, uni qaranglar. O'xti. Yomonmi? Sal qolishga sal qoldi. Biz davom etamiz. Jigarlarim qalay. Yomon turibmanmi? Qaranglar, bo'yin baravar bo'ldi. Men toshim mendan ham ozgina katta bo'ldi. Sizlar bor-ku, o'xshasin deyishni o'rniga qachon yiqilar ekan deb ko'rib o'tiribsizlar. Javob beraman. Qachon yiqilar ekan, shuncha mehnat olib bo'lar ekan deb ko'ryapsizlar oxirgacha. Ammo oson bo'lmayapti. Jigarlarim, yaxshi ko'rinyapmanmi? Endi so'rab olay. Jigarlarim, qaranglarda, o'zi 600 tadan hali bormayapti. 600 tadan o'zi shunchalik bino. Endi tasavvur qilinglar. Jigarlarim, maksimalni aktiv ko'rsatib, mana shunaqangi yo'nalish, mana shunaqa kontent sizlarga yoqib turganini menga aytsalang, men bilsam, aytishlaring qanday? Kommentariy yozib, fikrlaringizni yozib, 1000 ta kommentariyadan o'tsa, demak sizlarga yoqqan bo'ladi. 5000 ta like, 5000 ta komment, 5000 ta like, 5000 ta подписчик kelsa, men 2 barobar ko'proqni qilaman. 1200 ta bilan quramiz. Tasavvur qilinglar, narvonlarni shotini olib kelib olib, ustulga chiqib qurib, normalniy kontent, normalniy zavod bo'ladi. Jigarlarim, davay bitta bosib qo'yinglar. Biz davom etamiz. Yiqilsin deb duo qilmanglar, naborot o'xshasin deb duo qilinglar. Ketdi. O'tirishimga qaranglar-da. Shuni Telegram kanalimga tashlab qo'y, video bilishsin. Yangi video chiqib turganini ertaga. Xo'p, jigarlarim, agar sizlarga ham Telegram kanalim kerak bo'lsa, men uchun podдержка qilib, shu Telegram kanali ham kuchaysin, o'tib obuna bo'lib qo'yay degan niyat bo'lsa, podдержка qilish degan niyat bo'lsa, mayda QR kodi chiqadi. Bemalol telefondan televizor ko'rib turganlarda ham qulayligini, komfortini o'ylab qilyapman. Qaranglar, sizlar meni ham podдержка qilinglar. Mayda QR kod chiqadi. Bemalol telefonlarni olib, skaner qilib o'tib olasizlar yoki mana yerda Telegram kanalim o'zining yozuvi chiqadi. Описаниеda ham bo'ladi Telegram kanal silkasi. O'tib olib, yangi videodan qo'shildim desaling, xursand bo'lardim. Hatto o'zimiz gaplashamiz, ideyalar qilamiz, har kuni efirlar qilib turib, birgalikda kontentni, yangi ideyalarni gaplashamiz. O'tib olinglar jigarlarim. Xo'p, jigarlarim, qaranglar. Uzunligini. Normalniy balandlik chiqdi. Kami почти 1,5-2 metr balandlik bo'ldi. Davom ettiramiz.
Xo'p, jigarlarim, qaranglar, qanaqangi bino bo'ldi. Men o'zim kutmagandim to'g'risi. Men yiqiladi deb o'yladim, lekin yiqilmadi. Davom ettiramiz. Hali juda ko'p stakanimiz bor. Qani, qanchagacha olib boramiz ekan. Jigarlarim, men xursandman. Ketdi. Hop. Sekin. Hoppale. Men shokdaman. Endi sekin qilishimiz kerak endi. Jigarlarim, qaranglar, qanchalik uzun bo'ldi. Bunaqangi hali bundan ham zo'r aytyapman-ku, kontentlarni men sizlarga ko'rsataman. Menimcha sizlarga yoqyapti deb o'ylayman. Har bitta qo'yganimda bismillah deb qo'yapman, o'zi ham chimda. Shuncha mehnat. Xo'p, jigarlarim, ko'rdilaring. Bizni qo'limizdan keldi. 600 ta qog'oz stakandan iplab mana shunaqangi baland bino yasab ko'rdik. Jigarlarim, menimcha sizlarga yoqdi degan umiddaman. Mana shunaqangi yo'nalishli videolarimiz sizlarga yoqyaptimi? Buni bilishim uchun hoziroq bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Agar 1 kun chidami, 2 kun chidami bu sizlarga bog'liq. Agar mana shu videodan 5000 ta like, 5000 ta podpischik kelsa, men srazu 1200 ta qog'ozli stakan bilan bino yasab ko'ramiz. To'g'ri, baqa sig'masligi mumkin. Stadionda olishimiz mumkin yoki bundan ham kattaroq joyda topib, sizlar bilan birgalikda shu videoni olaman. Xohlayapsizlar shu video chiqishini? Men ham xohlayapman. Davay, jigarlarim, aksiyada ko'rsatinglar. Xo'p, endi eng asal joyiga keldik. Buni buzamizmi? Bilaman, xohlayapsizlar shuncha mehnatimni bitta davol qilishim. O'z videoni shu uchun ko'rdilaring shekilli. Xo'p, sindiramiz, bo'pti. Sizlar uchun. Like, podpiska bosganlar uchun. Davay. Bizim like bosdilarmi, podpiskachi. So'kmanglar, bo'pti, buzaman, so'kmanglar. Buzaman. Xo'p, qanaqa effektivroq chiqishim qanaqa buzaylik? Quchoqlab buzaymi yo yugurib kelib buzaymi? Menimcha yugurib kelib buzgan yaxshiroq, a? Shuncha mehnat. 2,5 soat qurdingmi buni? Tayyormisizlar? Shoti go'rlik yetgunam shuni. Davay. Aylanib turibsan-chimi? 1 2 3 ketdi. Shuncha mehnatim. Prosmotr bo'lmay qo'rsincha, bitta podeshga qilmay qo'yinglar. Bizdim. Voy, aka, shuncha mehnat. Bo'pti, jigarlarim, keyingi videoda ko'rishguncha xayr sizlarda, yaxshi ko'raman. Bo'pti.